haqiqiy Valchok O'zbekistonda. Keling, motorini ko'rsatib beraman. Bu swap qilinibdi. 5 litrli motor qo'yilibdi. Voy, chiroyliligini qarang buni. Nimaga aka? Hamma olib yuribdi aka. Yo'q aka, buni o'zimizning profilimizda videolarini qo'yamiz aka. Qachon qo'yasiz? Xudo xolisi bugun qo'yishni boshlaymiz. Aka, bu jichcha ma'lumot bering. Hatto shu avtomobil to'g'risida nima qilinyapti? Menga podpischilarga interesdan bo'ladi. Ko'p qilyaptim mashina. Yo'q-e? Oddiy 120 motor qo'yganman. Voy. Ichlari nima bo'ladi aka? Ichlari ham polni restavratsiya bo'ladi, stok holatda bo'ladi mashina. Voy. Machkina qilib tashlanmaydi. Глушитель almashadi-da? Глушитель, korobka, motor, hadi bo'lib уже almashgan polni. Voy. Qachon videoni kutamiz? Bugun qo'yamiz videoni. Bo'ldi aka, uzr. Bo'ldi. Qo'ymayman aka, bo'ldi. Internetga qo'yib yubormang. Ya, aka, qo'ymayman. Mercedes qaranglar.